Tashkil Motors ikkita filiali bor. Aha, shunday. Bittasi hali bir etajli zdaniya 2023. 2023 qarang, ikkinchi etajdan bu yoqqa ko'chgan paytimiz olgan ekansiz-da. Hali salonga endi qurilayotgan bo'lgan. Rebranding bo'lgan paytimiz bo'lgan ekanda. Ismingiz nima aka? Erkinjon. Erkinjon aka. 3 yildan beri minasiz mashinani. Qanday aka mashina? Necha ming yurdingiz aka? 153 ming yurdim. 153 ming yurdingiz. Masla almashtiryapman. Aha. Balonni necha mingdan almashtirdingiz? Ya almashadi o'ziniki adashmasam 80 ming kilometr. Shunaqa 70 ming yurdi. 70 ming yurdi, keyin almashtirdingiz. Gap yo'q. Yana nima rasxod qildingiz? Shu masla, antifriz, shu. Kalotka ketadi. Keyin pervaldan ko'proq o'tamiz-ku. Pervalda odam bilan bosib o'tganingizda qanaqa yuradi aka? Yaxshi zo'r. Propan qo'yganmiz, propan. Nechtali propan? 48 tali. 48 tali. O'rtacha qonli bakingiz 350, 400 kilometr yuradi. Yo'q, to'lishchi. To'lishi endi har xil narxi. Misol uchun 6 ming bo'lgan bo'lsa, 40 tasi necha bo'ladi, xullas shunaqada endi. 40 tasi bu yog'i 240 ming, 250 ming bo'ladimi? Nima 48 tali toza olsa, 280 ming bo'ladi. 280 ming. 450 yuraveradi. Ha, 400. 450. 350. 400 o'rtacha 400 ekan. Sababi biz pervaldan ko'proq o'tganimiz sababli rasxod ko'payadi, balandlik. Balandlik har qanday mashinada ham, har qanday mashinada u faqat bunda emas. Rasxodi nechta benzinda rasxod qilasiz hozir bunda? Datchik ko'rsatib turadi, datchik ko'rsatib turadi. Hozir 9.4 shunaqa. Hozir ha, 9.4. Podiyomni ko'payadi. 11 ga ham chiqib ketadi. Spokon yuradigan bo'lsa rasxodingiz kamroq bo'ladi-da. Uni qancha taxometrda 4-5 ga ko'tardingizki, srazi qo'shib ketaveradi. Shunaqa, endi bizniki sababki 3 yildan buyon nimaga qatnayman-da, shu vohaga. Vohaga qatnaysiz. Turist olib kelasiz-da. Hozir boraman, yana qaytaman, boraman, qaytaman. Turizm, misol turistlar olib kelganingizda yo'lovchilaringiz qanday kelib ketishi? E'tirozlar bo'lmaymi? Orqada o'tirgan odamdan. E'tiroz hozirgacha bo'lgan yo'q. Misol miyaqga o'tirib kelib ketaman. Misol men to'g'risi aka, endi uzun mashina aka, to'g'risini aytish kerak, babu o'tadi. Cobalt ham o'tadi. Endi olib qaraydigansiz. Bu mashina orqasi babu jo'skiro bo'ladi. Ko'p mashina minganmiz, endi hammasi ham shunaqa. Misol bu mashinaning orqasi eng oxirgi o'rindiqda o'tirgan odam ham aka, Cobaltda o'tirganda o'tirib kelsa kerak deb o'ylayman. Nima qilganman? Resor qo'shtirganman. Nimani kerak qo'shtirgansiz? Bo'lgan ekan. Bittasini qo'ydirganman. Ancha masali miyaq kelishar ekan. Shunday bizga ham ko'p oddiy follow yuribman-da, minib yurgan odamlardan. Bu tajriba oshib ketdi. Nima deymiz endi obunachilar hamma har xil haqiqatan bu fikrlar to'g'risi, misol ko'p aylanaman. Men bitta narsani mana hali ham aytyapman, ko'p mashina minganman, operativniy mashinalarda ham minganman-da, misol uchun. Menga shu mashina ma'qul, sababiki Xudoga shukr, tirikchiligimni qilyapman. Misol uchun-da. Misol uchun mana vodiyda qatnayman, yo'lovchilar ancha qulay. Shu mashinaga kirdi, Damas arzonlashdi-da, misol uchun. Rasrochka ochildi. Rasrochka ochildi. Xullas shunaqangi. Men shu afsuslanmayman olganimda. Nimaga siz bilan ozifa olyapman aka? Bu mashina yangi olmoqchi bo'lganlar bor-ku, haligacha qo'rqib yurganlar bor-da. Nimada o'zbekchilar shuna narsa bor-da. Har doim oladi. Damas chiqsa ham yumalab ketadi degan shunda. Keyin hamma Damasga olishganda. Sababiki buni olib kirishdan oldin menimcha ekspertizadan o'tkazadi. GUS standart degan tashkilotlar bor, to'g'rimi? Ha? Davlatimizda GUS standart javob bersa, keyin ruxsat beradi ular. Hech kim bo'ldi bu Xitoydagi ekan, biz dilni olib kira olmaydi-ku. Davayda olib kira olmaydi. To'g'rimi? Xarajati bor buni. Har bitta olib kelgan, har bitta modelni olib kirishdan GUS standart degan narsani menimcha o'tadi ekspertiza. To'g'rimi? 100% o'tadi. 100% ekspertizadan o'tkazadi, keyin xulosa beradi. Haqiqatda O'zbekiston sharoitiga va O'zbekiston hududiga olib kirilsin mashinalar deb. Hamma mashina ham. Buni Toyota'si ham, Mersi ham, misol uchun-da. Shunday. Men Mersi ham yoki boshqa firmani yomonlamoqchi emas, lekin bitta narsa bor, Erkinjon aka. O'zbekiston bozori 2 yil oldin holatga nazar soladigan bo'lsa, hozirgi holatga nazar solsangiz, men yuragim dardda bu. Nimaga O'zbekiston, o'zbek xalqi mazaqsin? Nimaga? Aka o'chirib turib Cobaltni shapkasini berib olardik. To'g'risi, shapkasini berib olardik. Davri kelgan. Mana gapingiz oldin. Mana aka hozir kengchilikda. Gapingiz oldin. Raqobat ketyapti. Aka bir-biri bilan raqobat ketyapti. Narxlar shunaqa tushib ketgan. Mana hozir 19,5 edi. Ha? 17,5 hozir. Keyin 17,5. Hozir 215 million so'mga nima qilaylik? Hozir 205 millionga tushdi. 204 millionga tushdi. 204 millionga tushdimi? Yana bitta chirilibdi olaman.
Joningiz sog' bo'lsin. Bu raqobat ko'paygan O'zbekiston Albatta. xalqiga foydada. Albatta. Bitta nimaga qarab yuradigan bo'lsa, Hamma narsaga ham raqobat ko'paysa, shunday. narx-navo tushadi. Hamma gapiraveradi, baribir niyat to'g'ri qilib. Fikrlardan qochish kerak. Bu Aka, men bitta narsa aytaman Erkinjon aka. Misol mashina olishdan, jakolarni, boshqa mashinalarni ko'chaga chiqsin, to'layapti hozir. Minib yurgan odamdan so'rasin, realniy fikrini aytadi-da. Bo'lgan kamchilikni ham aytadi, bo'lgan yaxshi yo tomonini ham aytadi. Bitta narsa o'lmaydigan odam yo'q aka, buzilmaydigan texnika yo'q. to'ppa-to'g'ri. To'g'risi Hamma aka. narsa buziladi. Shunday. Hamma narsa. Buni ham misol har bitta texnikani qarovini qilib yuradigan bo'lsa aka, mashina zo'r yuradi. Bu odam gapingizga o'ziga qarab yuradigan bo'lsa, umri uzoq bo'ladi. Xuddi shunaqa. Temir ham shu vaqtida maslisiga qarab yursa, hamma yo'g'iga tirq etsa, to'g'rilab yursa, Shunday. ko'p kerak edi bu ham. 186 ming normalniy kilometrda, salkam aka. 156. 2 yuriydi bu, to'g'rimi? 150. Yaxshi. Men 500 ming, 400 ming yurganlarni ko'rdim aka, mashina cho'tki yuribdi. Ha. Misol aka, men to'g'risi Damas'da zatimoz ketib qoladigan muammolar borki, bunda bir zatimoz ketdi degan muammo ko'rganim yo'q. Korobkasi ketdi degan muammo ko'rganim yo'q. Misol motorda lekin misol metan propan qo'yadigan bo'lsa, klapan torttirib turish kerak. Buni motorni shunaqangi qilingan. O'zini moyini obnovit qilib beraman edi. Shuning uchun klapan torttirib turiladi buni. Propan qo'ysa ham Propan qo'ydiradigan 80 ming kilometrda, metan qo'ydiradigan 50 ming kilometrda tavsiya qilinadi bu. Men yangi ustalar bilan nima qildim, shunaqangi. Tormoz sistemasi salgina oldinga nisbatan sal slabey bo'lib qolar ekan. Ana shu tomonda bilsiz bo'lar ekan. Propanda ja sezilmaydi, metanda lekin ko'proq seziladi ekan. Chunki propan suyuqroq-ku, suyuq yoqilroq. o'zini nima olaveradi-da, anaqangi, nima deydi, как benzindaqangida. Shunday bitta tortib tursangiz yaxshi bo'ladi, xudo xolasa. Mashina umri yana yaxshi bo'ladi. Uzoqroq bo'ladi motori. Klapan qayirib qo'ysa, u ham ancha rasxod bo'ladida, 3-4 million ketib qoladi. Kuyib qolishi. Klapan qayirishi mumkin-da bu. Shu aka. Mana bitta informatsiya bo'ldingizga bu. Bo'ldi. Joningiz sog' bo'lsin, Alloh rozi bo'lsin. Yaxshi kun ko'rishaylik. Bitta mikrofonlar olaman. Kerak, staliga rasmga tushib qo'yamiz, YouTube'ga qo'yaman aka. Instagram, YouTube chiqadi.